Novcha bilan chechan. Mahallada bir novcha bilan bir chechan odam bor ekan. Kishilar novchani biligi kuchlik deb atashadi ekan. Chechanni bo'lsa bilimi kuchlik deb atashadi ekan. Bir kuni novcha bilan chechan kishilar orasida o'zaro gap talashib qopdi. Mingdan eg'irlikdagi tumurni 10 metr egizlikdagi tomdan etib o'tkazib olayman. Suvadan terakni yiltisi bilan yulib tashlay olayman, debdi novcha maqtagan holda po'yitib. Chechan bosh kelmabdi. U yanchug'idan shoyi qo'lyog'liqni chiqarib, gapingni anglab kuchingga qoyil bo'ldim. Qani bu shoyi qo'lyog'liqni etib oldimizdagi tomdan o'tkazib boqqin, debdi. Novcha shoyi qo'lyog'liqni qo'lga ilib, ko'zga ilmagan holda atgan ekan, 2 metr uzunlikqa atalmabdi. Yana bir necha qitim kuchib atgan ekan, natija chiqmabdi-da, kishilar oldida toza osal bo'pti. Chechan shoyi qo'lyog'liqqa bir siqim to'pni chegib atgan ekan, tomdan halqib o'tib ketibdi. Shundan e'tiboran novcha chechan oldida maqtanmaydigan bo'pti.